Mana yana Kosovali Sharofat bozorda. Mana buni aytib chiqaring gilamlarda, gilam, gulli gilam. Mana qoqma gilam, gulsiz gilam. To'qiyman degan ayollar murojaat qilavering. 200 ming bitta gilam to'qilishi. Ipini hamma narsasini beraman. To'qib berishi 200 ming. Gulli gilam to'qilishi 700 ming. To'qib beraman degan ayollar, bekarchi ayollar kelib murojaat qilaversin. Gulli gilamni 700 mingdan to'qib turaman. Ana shu Sharofat bozor mana. Ana Sharofat bozor. Mana boyagi gilamni ipi. 11 xilda ip bor, rangli iplar, gilam to'qigich. Mana orqovli, arqonlar bor. Bu paypoq, pashida to'qiydigan qimmatroq iplar. Mana choynik po'shlar. Mana shularni o'zimiz tiktiramiz. Mana xurjunlar, joynamoz, to'qima joynamoz, xurjunlar bor. O'zimiz ishlab chiqargan xurjunlar. Mana choynik po'sh. Mana qo'lbog', beshik qo'lbog'i. Mana yuk bog'laydigan qo'lbog'. Mana shular ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Ana shu o'zimizning iplardan tayyor bo'lgan mana. Mana dasturxonlar. Dasturxonlarni ham o'zimiz tikamiz. Sochig'ini olib tiktiramiz. Mana sochiqlar, joynamozlar. Mana kashidalar, kashida yostiqlar. Mana quroq yostiqlar, mana shular. O'zi mana shu yerda Dehqonovodda ayollari tikyapti. Tikib bizga beradi. Pulini beramiz. Tiktirayapmiz. Yostiq. Mana yostiqlar. Mana shular ham ishlab chiqarish yostiqlari. Keling opajon. Uzuni 40 ming, kaltasi 20 ming opajonim. Bunday fartiklar bor mana. Fartiklar ham uzuni, kaltasi bor. O'zimiz tikamiz bularni. Ana joynamoz. Hojibo! Bitta Oybek boyga duo bering, Sharofat bozoriga o'tiribmiz. Bitta duo bering Oybekka. Duo bering, eshitadi Oybek. Oybek mana yonimizda. Oybek boyda ham kasbi koriga barakatini bersin, ishi o'ngidan kelsin. Mana Sharofat bozoriga to'rida o'tiribmiz. Hojibo bitta duo bering Oybekka. Bu kunidan ham batar bo'lsin.